Ta'kidlash lozimki, bugungi kunda jazoni ijro etish muassasalarida jazo muddatini o'tayotgan shaxslarning huquq va erkinliklarini ta'minlash, ular uchun munosib shart-sharoitlar yaratish borasida keng ko'lamli va tizimli harakatlar amalga oshirilmoqda. Mazkur islohotlar mahkumlarning jamiyatga qayta moslashuviga ko'maklashish, ularning bilim va ko'nikmalarini oshirishga xizmat qilmoqda. Pop tumanidagi 2-mintaqaviy hudud 6-son jazoni ijro etish koloniyasida mahkumlar uchun 18 ta yo'nalish bo'yicha o'quv kurslari tashkil etilgan bo'lib, ularda malakali mutaxassislar tomonidan turli kasblar puxta o'rgatib kelinmoqda. Shu bilan birga rus, ingliz va koreys tillari fanlaridan mashg'ulotlar muntazam o'tkazilib, xorijiy tillarni o'rgatish samaradorligi oshirilmoqda. Tillar bo'yicha kutubxonadan 3 ta fan bo'yicha kurslar olib borilmoqda. Rus tili, ingliz tili va koreys tillari. Rus tilidan men o'zim kurs jarayonlarini olib boryapman. Mana 1 yildan oshdi. 1 yildan oshiq vaqt davomida 400 dan oshiq shogirdlarga umuman 0 dan boshlab to'liq so'zlashuv nutqiga olib chiqdik. Undan tashqari grammatika, orfografiya, imlo, yozish qoidalarini ham o'rgatdik. Undan tashqari ham rus tilidan tashqari ingliz tili, koreys tillari ham juda yaxshi olib borilmoqda. 8 IELTS ga ega bo'lgan pedagog o'qituvchilarimiz dars berishyapti. Koreys tilidan ham sertifikatga ega bo'lgan ustoz pedagoglar dars berishyapti. O'quvchilarimiz ham haftani belgilangan kunlari kelib o'quv mashg'ulotlarida qatnashyapti. Mana shu o'quv mashg'ulotlari davomida interaktiv doskani borligi ham koloniya kesimida juda bir yaxshi ta'sirini o'tkazmoqda. Sabab kerakli materiallardan foydalanib, ko'rsatib, talaffuz bo'yicha ishlab, ham orfoepiya to'g'ri talaffuz, ham orfografiya to'g'ri yozuv bo'yicha o'zini qulayliklari bor. O'quvchilarimizni bilim olishi uchun yetarlicha shart-sharoitlar yaratilgan. Bundan tashqari muassasada mahkumlar uchun kompyuter savodxonligi, sport to'garaklari, kutubxona faoliyati ham yo'lga qo'yilgan. Shuningdek, mazkur o'quv kurslarini muvaffaqiyatli yakunlab, sinov imtihonlaridan ijobiy baholar olgan 37 nafar mahkumga hunarmandchilikning 3 ta yo'nalishi bo'yicha sertifikatlar topshirildi. Bu esa ularning kelgusida ushbu sohalarda faoliyat yuritishi uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Tadbirda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Inson huquqlari bo'yicha vakili, Ombudsmanning Namangan viloyatidagi mintaqaviy vakili ishtirok etdi. Yaxshi bu yerda o'zlarini ko'rsata olgan, namunali xulqi yuzasidan 275 nafar mahkumni rag'batlantirildi. Bular turli sohada, ya'ni navbatdan tashqari, demak, telefon so'zlashuv, navbatdan tashqari qisqa muddatli uchrashuvlar, posilka qabul qilishlar, boshqa masalalar bo'yicha demak rag'batlantirildi. Komissiya tashabbusi bilan 2 nafar mahkumga qo'shimcha uzoq muddatli uchrashuv berilishi kiritildi. 37 mahkumga hunarmandchilik yo'nalishi bo'yicha sertifikatlar topshirildi. Bu topshirilgan sertifikatlar ularni ertaga jamiyatga qo'shilishga juda katta imkon yaratiladi. 18 ta yo'nalishda, demak, bugungi kunda kasb-hunar yo'nalishlar bo'yicha o'quvlar tashkil qilinyapti. Ombudsmanning ham bugungi asosiy maqsadimiz inson farovonligini yanada ta'minlash. Tizimda amalga oshirilayotgan islohotlar mahkumlarning huquq va erkinliklarini ta'minlash, ularning bilim va malakasini oshirish, jamiyatga qaytishlarini yengillashtirishga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir.